Keyingi darsda davom etamiz. Endi bu yerda savatga qo'shish tugmasini ishlatishimiz kerak. Savatga qo'shganda savatga qo'shilib, keyin buyurtma berish imkoniyati qo'shamiz. Demak, bu yoqqa o'tamiz. Buyurtma berish uchun bizga nima kerak bo'ladi? Savat kerak bo'ladi. Savat ilovasini yaratamiz. Kart ilovasini yaratamiz. Kart degan savat degani. Demak, savat ilovasini yaratamiz. Bu yoqqa o'tamiz. Kart. Demak, kart ilovasini yaratdik bu yerda mana. Kart ilovasini yaratdik. Yana bitta narsa yaratamiz. Kart degan klass yaratamiz. Kart degan klass nimaga kerak? Bu sessiya bo'yicha ishlaydi. Sessiyada ishlaydi. Kart modelga, jadvalga saqlamaydi. Savatdagi narsalarni modelga saqlamaydi, sessiyaga saqlaydi. Mana kart settings payda kart appni qo'shishimiz kerak. Settings payga kiramiz. Installed apps ichiga qo'shishimiz kerak. Kart qo'shdik kartni. Endi nima qilishimiz kerak? Kart ichida kart pay yaratishimiz kerak. Olaman. Bu yerda hamma funksiyalar bor. Kartga qo'shish uchun bitta ko'rib chiqamiz hozir. Add funksiyasi bor, qo'shish funksiyasi. Qaysi tovar qo'shayotganmiz, qaysi mahsulotni nechta qo'shayotganmiz. Product ID yo'q bo'lsa, kart ichida nima deyapti? Kont nechtaligini agar product ID not in sell card korzinkani ichida produkt yo'q bo'lsa, o'shani qo'shamiz. Agar bo'lsa, update qilamiz. Yangilaymiz demak. Nechtaligini qo'shimcha qo'shamiz. O'chirish, savatdan o'chirish, keyin saqlash. Ularni hammasini olib turib, kart degan klass yaratamiz. Mana kart klassini yaratdik. Saqlaymiz. Keyingi qadamga o'tamiz. Context processor kerak bo'ladi. Kart ichida yana context processor py degan yaratamiz. Context processor va context processorga shu narsani qo'shib qo'yamiz. Kartdan kart ilovasini import qilamiz. Ilovasini emas, klassni, kart klassini import qilamiz. Keyin settings payda templates ichida context processor ichiga shuni qo'shib qo'yamiz. Settings payda ochamiz. Template papkasi ichida context processorga shu yerga qo'shib qo'yamiz. Qo'shdik. Endi savatni viewlarni yaratamiz. Kart ichiga viewga ochib, bu yerda login required ishlatilgan. Login ishlatilmagan demak, login ishlatilmagan. Ro'yxatdan o'tmasdan ham savatga tovar qo'shsak bo'ladi. Olamiz viewlarni. Views, kart views ichiga kiramiz. Kart views shu yerga qo'yamiz. Bu yerda nima? Savatga qo'shish, savatdan o'chirish, savatni ochish, kart detail template yaratamiz. Kart detail template'ni yaratib ichida savat ichida nima borligini ko'rish uchun template yaratamiz. Demak, template ham bor shu yerda, shu template ishlatamiz. Undan oldin URL yaratamiz. Kart ichida URL bor. Kart ichida URL yo'q ekan, URL qo'shamiz. urls.py deyman. urls.py ni qo'shamiz. Bu yerda nima bo'lyapti? Kart detail ochish uchun views ichida kart detail degan view yaratishimiz kerak va yana ikkita viewlar yaratdik. Xato kechirasizlar. View kart o'chirish, qo'shish va detail viewlar yaratilgan viewlar. Demak, viewlar yaratildi. Keyingi qadamga o'tamiz. Shop URL ga qo'shishimiz kerak buni, kart URL da. Bo'lmasa, boyagidek xato bo'ladi. Shop URL da, URL payda kart URL ni qo'shamiz.
Demak, qo'shdik. Endi menyuga to'g'rilaymiz menyuni. Product details ichida shuni qo'shib ketamiz. Qayerga qo'shamiz degan savol. Mana savatga qo'shish degan joyini o'zgartiramiz. Savatga qo'shish degan joyni detail ichida bizga savatga qo'shish degan joy bor. Shuni o'zgartiramiz. Tak, quantity'lari hammasini olib tashlaymiz bu yerdan. Buni ham olamiz. Buni ham olamiz. Qo'shib ketamiz shuni. Demak, qo'shdik. Endi base HTMLda nima qilamiz? Savatni yangilab turish uchun, nechta borligini ko'rsatish uchun ochamiz buni. Base detail ochamiz. Base emas, detail emas, base o'zi. Savatni olib tashlaymizda bu yerda havolan buni qo'yamiz. Qo'yib ketamiz, demak, qo'ydik. Endi savat shabloni bor, o'shani olamiz. Shablonni olamiz. Stillar yozilmagan buni. Stillarni keyin yozib ketamiz. Template, card, detail, html yaratamiz. Copy qilamanda. Template ichida new folder, card deyman, card ichida detail. Card ichida detail qilaman. Shuni copy paste qilamiz. Endi buyurtma yaratish uchun endi nima qilish kerak? Ilovaga kirish talab qilinadi, avtorizatsiya qilish kerak. Demak, yana bitta ilova yaratib ketamiz. Orders degan ilova yaratamiz. Xuddi shunday bu yoqqa o'tamiz, bu yoqqa kiramiz. Tak, xato bo'ladi hozir. Yana qilamiz. Orders ilovasini yaratdik bizda. Demak, orders ilovasi yaratildi. Orders ilovasi yaratildi. Endi views kirib, viewslarni yaratib chiqamiz. Viewslarni yaratib chiqamiz. Orders, views bu yoqqa hammasini qo'yaman. Bitta ko'rib chiqamiz. Login required bor. Demak, login qilish majburiy. Buyurtma yaratish uchun login qilish majburiy bo'ladi. Order buyurtma yaratish, order detailni ko'rish, uchun yana bitta shablon yaratishimiz kerak template ichida. Template ichida new folder qilamiz. Orders deyman. Orders ichida detail html qilaman. Orders ichida html. Demak, order detail yana order list html qilamiz. List html. Ikkalasini to'ldirib ketaman. Buni shablonni shu yerdan olaman. Mana. Demak, undan oldin orders URL ni yaratib ketamiz. Orders URL. Orders ichiga kiramiz. Orders ilovasini ichida new file urls.py deyman. Yaratamiz. Endi bu ordersni nima qilish kerak? Shopni ichiga qo'shib ketish kerak yana urlsga. Orders bu yerdan olaman. Orders deyman. Qo'shdik. Demak, qo'shib oldik. Orders URL yaratdik. Serverni ishga tushiramiz. Keyin ko'ramiz. Server mana ishga tushib turibdi. Bitta yangilab olamiz. Xatolik yo'q. Yaxshi. Demak, forma paydo bo'ldi. Ikkitasini savatga qo'shish degan bo'lsa, endi bu yerda bizda ikkita narsa yetmayapti.
Demak, men nimani to'ldirmadim. Nimani to'ldirmadim? Men product order details to'ldirmadim. Keyin order list ham to'ldirmadim. Cart detail o'shalar qolib ketdi. Shularni to'ldirib davom etamiz. Demak, darsni davom ettiramiz. Hozir biz nimani qo'shmadik? Biz cart detail qo'shilmagan. Hozir ko'ramiz. Templates ichida cart detail yo'q, cart detail qo'shilgan ekan. Cart detail qo'shilgan. Bizda order detail qo'shilmagan ekan unda. Cart views cart detail qo'shilgan. Demak, bizda order detail qo'shilmagan va cart ilovasi ochilmayapti. Hozir orqaga qaytamiz, productsga. Products deymiz. Savatni bosganda kart ochilishi kerak, negadir ochilmayapti. To'g'rilaymiz. Demak, URLslar qo'shilgan, kart URLs qo'shilgan. Kart ichida URLslar to'g'ri yozilgan. Kart detail ochilishi kerak bo'ladi. Demak, bu xatoning sababi topildi. Sababi URLs payini saqlanmagan ekan. Hozir saqlaymiz. Yana obnovить qilamiz. Yo'q, yana xato berdi. Cart include URLs. Demak, xatoning sababi topildi. Bu yerda hozir products deb yozilgandi. Mana shuni olib tashladim men. Productsni olib tashladim bu yerdan. Bu products qayerda? Bu products URLs payida birinchi passwordga buni olib tashlayman. Keyin shop URL ga kiraman. Shop URL da bu yerga products qo'shib qo'yaman. Shunda xato to'g'rilanyapti. Savat ishlayapti. Endi buyurtma bersak bo'ladi. Hozir bizda ikkita dona qahva berilgan 68 mingdan 136 mingga. Buyurtma berish tugmasini bosamiz. Buyurtma berish tugmasini bosdik. Demak, bu yerda hozircha menda qo'shilmagan order templates ichida order details bilan list qo'shilmagan. Shularni keyingi darsda qo'shib chiqamiz endi.